Hozir boshlaymiz. Assalomu alaykum Sherxon aka. Yaxshimisiz? Yaxshi Alaykum keldingmi? assalom. Rahmat taklif uchun. Charchaymizmi? Xudoga Rahmat. shukr. Rahmat. Qarasam, Mashaqqat TVda uncha-muncha intervyu olishda qatnashgan ekansiz. Lekin o'z haqingizda yoki bo'lmasa o'z faoliyatingiz haqida hali uncha ma'lumotlar aytmagan ekansiz yoki bo'lmasa ulashmagan ekansiz tajribalaringizni. Ayni maqsadda sizni chaqirdik. Ya'ni tajribalaringizni, ayni kunda qilib turgan ishlaringizni, loyihalaringizni haqida gapirib bersangiz ancha foydasi tegardi. Balki bizni ham faoliyatimizga uncha-muncha kerakli bilimlarni olgan bo'lardik. Deya boshlaymiz. Birinchi, Sherxon aka, o'zi Koreyaga kelganingiz, hammamiz ham o'qish maqsadida kelganmiz. Siz ham shunaqa. Keyin bu software IT sohasiga qanaqa qilib qiziqib qoldingiz yoki bo'lmasa qanaqa qo'shilib qoldingiz bu yo'lga? Xo'p, avvalambor yana bir bor taklif uchun rahmat. Xursand bo'ldim. Software injineringga kirib kelishim o'zi meni yoshligimdan boshlangan deb o'ylayman. Chunki o'sha yodimda dadam birinchi kursda kollejda, biz vaqtimizda kollej bo'lardi. Hozir yo'q bo'lib ketdi 11 yillik qadar. O'sha vaqtda birinchi kursligimda kompyuter olib bergandilar. Endi u vaqtda biz o'yindan boshqa narsani bilmay, shunaqa vaqtimizda o'yin o'ynab, futbollar, mashina haykallar o'ynab shunaqa yurardik. Keyin o'sha vaqtda o'ylardim, qanaqa qilib shu o'yinlarni, yo'qsa programmalarni yasab bo'lar ekan deb o'ylab yurardim. Chunki kompyuterimga har safar yangi programma qo'yib, nimanidir sinab ko'rish yaxshi ko'rardim. Xo'p, o'sha yerdan qiziqish uyg'ongan. Keyin Koreyaga kelib turib, kelganimdan keyin ham o'sha qiziqish endi albatta o'lmagan, lekin ozgina nima o'sha IT yo'nalishidagi kontraktlar qimmat bo'lgan sababiga ingliz tilida o'qib turib, keyin demak o'qishimni oxirida ITga yana ITsiz baribir, ya'ni kompyutersiz baribir ishim yurmasligini qanaqa bir ma'noda tushunib, keyin shu sababli keyin boshlaganmiz-da. ITga shunaqa bo'lib kelganmiz. Ha. Dastlab demak, oldindan qiziqish bo'lgan kompyuterga. Ha, shunday. Endi o'zi o'g'il bolani nimasida bor, baribir texnikaga qiziqamiz. Ha, shunday. Kompyuter ham bir texnika deb qarasak, yoki o'sha sxemalarga, boshqa narsasiga ajoyib aka. Keyin masalan Koreyaga kelgansiz, o'sha ingliz tili yo'nalishida kelgansiz. Endi bu yerda bir narsa aytib o'tish kerak. Universitetlar yoki yo'nalishlar turlicha tanlanishi ham mumkin. Masalan, men o'zim ham public administration bilan kelganman. Menga aloqasi yo'q deyarli soha bo'yicha. Endi bu o'sha biz topshirayotgan vaqtda universitetda ochiq fakultetlarga yoki bo'lmasa uni to'lov kontraktiga yoki o'sha beradigan grantlarga qarab tanlanadi odatda. Bu ham o'ylashim bo'yicha normal narsa. Keyin kelganingizdan keyin masalan universitetda o'qib turibsiz, ingliz tilida, endi kreditlaringizni yopib, vazifalarni qilib, keyin u qanday yo'l topdingiz? Masalan, oldin adashmasam siz o'qigan paytlar ham 2019-18 oldinroq vaqtda. U vaqtda ancha-muncha kam edi. Masalan, o'sha Janubiy Koreyadagi o'zbek o'sha software yoki IT ga aloqador diaspora bu darajada katta bo'lmagan. Yoki bo'lmasa kimgadir aloqaga chiqish bu darajada oson emas edi. Shunda siz qanaqa yo'l-yo'riq qayerdan topgansiz yoki kimdir bo'lganmi sizda yo'l-yo'riq ko'rsatib turadigan? To'g'ri, yaxshi savol. Aynan men o'zim 2018-yilda Koreyaga kelgan bo'lsam, o'sha vaqtda qaradim, o'rtog'im taklif berdi, IT bilan ketsang qiyin, birinchidan o'qish, ikkinchidan kontrakt qilma. Lekin meni ITga qiziqishim bor. Qarayapman, lekin men o'qigan o'sha Tegudagi Yonnam universitetida ITda o'qiydiganlar u vaqtda haqiqatan kam edi, siz aytganchalik. Bitta qashqadaryolik Ma'mur aka bo'lardi. Biz endi tanishimiz. Taniyman. Tanisizmi? Ha, hozir O'zbekistonga qaytib ketdilar. Ha, o'sha aka. O'sha akani yonida, ya'ni bitta xonada turadigan Temur degan o'rtog'im bor. O'sha bilan tanishmiz. U aka bilan biz keyin o'sha Temur o'rtog'im orqali tanishganmiz. Bu aka bizni endi xuddi bir kumirimiz bo'lgan. Aka qanaqa ishlaysiz, nima ish qilasiz? Akadan bir-ikki marta so'radim. Keyin o'shanda o'sha akadan so'raganman. Aka, nima qilishim kerak o'rganish uchun?
Mamrak aytganlar shu anaqa nima Garvardda YouTube'da darslar bor. O'sha yerdan boshlang. Algoritmlardan. Buni boshlaganman. Endi o'zingiz ham bilasiz-ku, mana algoritmni o'rgangandan keyin qayerga borishim kerak degan savol. Xullas yillar o'tib 2022-yilga kelib turib haqiqatdan endi harakat qilishni boshlaganman. Demak, o'rtada 4 yil o'sha o'qish bilan, boshqa bilan yurib 22-yilda shu bahorda demak o'zim HTML CSS o'qishni boshlaganman. Keyin JavaScript o'tganmiz, bir o'rtog'im Abdukarim degan o'rtog'im bilan harakat qilganmiz, lekin o'sha vaqtda bahorda yodimda hali ham biz yurib boriladigan yo'l qolmagan. Ya'ni keyincha degan HTML o'rgandik, CSS o'rgandik mayli 1 oy. JavaScriptga o'tdik, JavaScriptda algoritm yozyapmiz, lekin nima qilamiz bilmaymiz. O'shanaqa nimaga tushib qolganmiz. Yo'l ko'rinmaydigan yo'lga tushib qolganmiz. Keyin o'sha joyda Abdukarim MIT yangi ochilgan vaqtda o'zimiz MIT Bezakani tanigan, men Bezakani tanimaganman boshida. Shu Abdukarim bahona bo'lib, chunki u yerda bizda o'rtog'im ikkalamizda juda katta maqsad bor edi. Nima qilib bo'lsa ham ishga kirishimiz kerak. Nima qilib bo'lsa ham shu sohada ketishimiz kerak degan o'zimizga qanaqadir ahd qo'ygandik. O'sha bahona bo'ldi. Abdukarim Bezod akani taklif qildi. Shu bahona bo'lib Bezod aka bilan tanishib, shu yerga keldik. Ha, tushunarli. Hozir ayni vaqtida o'sha to'xtatdingiz, chunki MIT haqida alohida o'sha bo'limimiz bor. Hozir shunga ulab ketsak ham bo'ladi. Chunki sizni hozirgi vaqtdagi asosiy faoliyatlaringizdan biri o'sha MITda mentorlik, yordam. Ya'ni o'sha karyerada aynan mana shu yo'nalishda o'qimoqchi yo ilm olmoqchi yoki karyerasini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga yo'l yo'riq ko'rsatib, ilm berib kelmoqdasizlar. Bungacha o'zingiz ham albatta bu yo'lni bosib o'tgansiz. Ya'ni o'zingiz birdan bo'lib qolmagan. Ya'ni o'qishni tamomlab, keyin ishga kirib, keyin shu jarayon qanaqa bo'lgan? MITni 22 avgustda boshlaganmiz, 22 ni oxirida bitirganmiz. Dekabrda bitirib, keyin bahorda ish boshlaganmiz. 23-yil bahorda, mart oyida. Demak, o'sha 23-yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, qancha bo'ladi? Demak, 6 oyda 6 oy yo'q ishga kirganman-da. MITni bitirib. Birinchi kompaniya Rex degan kompaniya. Adashmasam, yana o'zbeklardan kimdir ham ishlardi bu yerda. Biz o'sha MITni birinchi guruhida o'qigan aka bilan ikkalamiz bitta joyga chiqganmiz. To'g'riroq u aka meni Botir aka chaqirgan, u ishga kirgan va men o'z oldinroq ishga kirgandim. Faqat men student bo'lganman. Aytdim, o'sha studentligim uchun menga kompaniyalar ish bera olmagan. Ishga qabul qilavergan, lekin hujjat masalasi muammo bo'lgani uchun, tем более meni soham IT emas, ularga qiyin bo'lgan ish berish. O'shanaqa qilib surilib, keyin bu Botir aka ish topdi, keyin oldiga meni chaqirgan, keling bitta suhbatlashib ko'ring, kundan o'tib ko'ring. Men borganman, ma'qul bo'lganman. Unga ham startapga tezroq ishni bitirish kerak. Bahona bo'lib ish boshlaganmiz. Adashmasam 23-yil martda boshlagan ekansiz ishda. Keyin u yoqda ham 1 yil ishlab turib, qanaqa bo'lgan ish jarayoni u yoqda? Birinchi kirgansiz, hali baribir bilimiz bo'lgani bilan tajribangiz bo'lmagan. U yoqda ish qiziq bo'lgan, startap bo'lgan loyiha. Startap qisqacha qilib aytsam, arxitektorlarga marketplace yasaganmiz. Ya'ni arxitektorlar, uy quruvchi arxitektorlar o'zini chizmasini bizga berardi-da, biz u chizmani olib turib, u vaqtda endi hali AI juda ham rivojlanmagan, endi ChatGPT chiqqan vaqtda o'sha chizmadan biz 3D anaqa scene yasardik. O'sha yo'q chizmani, anaqa chizma bor, qurilmagan uy biz xuddi videoda qurib ko'rsatardik. Va uni maqsad sotish edi. O'shanaqa marketplace qurganmiz. 1 yil ro'parasi 1 yil ishlaganman.
Hmm. U yoqda to'g'ri aytganingizdek tajriba bo'lmagan, bilim bor, tajriba bo'lmagan. O'shaning uchun u yoqda qiyin bo'lgan boshida. Ham o'qishim bor, bu yoqda Seulda ishxonam, Teguga qatnashim kerak. 320 kilometr. Demak, 3 kun ishlardim, 2 kun o'qirdim. Yana endi ishxonada u vaqtda oyligimiz juda zo'r bo'lmagan. Ham student bo'lganmiz, kontrakt ham to'lash kerak. Qo'shimcha sham bozor yana ishlardim. Shunaqa bo'lib 1 yil o'tib ketdi. Ish bo'yicha shu. O'zimiz yaxshi tomoni, menga bitta qulay tomoni o'zimiz bilgan stekka, ya'ni MIT'da o'qib chiqqan stekimizda biz ish olib ketishga, davom ettirib ketishga ruxsat bo'lgan. Ya'ni biz o'zimiz stek tanlagansiz. Menimcha asosiy maqsadingiz o'sha boshda o'zi ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak. Oylikdan ham ko'ra yo boshqa qiyinchiligidan ham ko'ra sal tajriba ko'ra olay. Shunday. degan. Haqiqiy productionni, loyihani ko'rish maqsadi. Nima bo'ladi u yoqda? O'sha qimmatlik joyi shu bo'lgan, puldan ham. Keyin adashmasam shu orada siz MITda yordamchi mentor bo'lib dastlab kirib boshladingizda, bu jarayon qanaqa bo'lgan? Masalan, men bilishim bo'yicha hozirgacha MITdan adashmasam 200 dan ortiq talaba chiqqan. Ya'ni bitiruvchilar. Lekin hali ham jamoada o'sha men bilgan asosiy 4 kishi. Qolganlar bo'lsa bilmayman, yordamchilar, lekin 4 kishi qanaqa qilib o'sha sizni jamoaga taklif qildilar yoki qo'shish jarayoningiz qanaqa bo'ldi? Chunki men bilishim bo'yicha MIT 1da ham, 2da ham, 3da ham kuchli bolalar bo'lgan agar bilimga qarasak yoki agar qanaqa uddaburonlik, shustriylikka qarasak, unaqa bolalar ham bo'lganda. Nimaga masalan sizni qo'shilish jarayoningiz qanaqa bo'lgan? Bu demak o'sha MITga kirishimiz bilan bog'liq masala. Chunki MITni boshlanishdan maqsadi Belsekani bizga aytgan maqsadi MIT bo'lmagan o'zi aslida. Ta'lim bo'lmaganda. Belseka u vaqtda aytardi, oralaringda yaxshi ishlab chiqib, ishga kirganlarni yon birga olib komanda qilib biz loyihalar qilamiz derdi. Endi u vaqtda u gapni biz o'zimizni o'qib turgan ustozimizdan eshitish bizga juda ham anaqa bag'ishlardi-da. Akani oldiga kirishimiz kerak biz. Qilib bo'lsa ham, urib talashib bo'lsa ham kirishimiz kerak degan anaqa bo'lardi. Qanaqa bir odamda motivatsiya deydimi? Keyin undan keyin demak o'sha guruh birinchi bo'lib 2 kishi kirganmiz ishga bir kunda. Baxtiyor bilan ikkalamiz kirganmiz. O'sha kirganimizda keyin Belseka aytgan gapni hali ham yodimda edi. O'sha vaqtda chaqirib qolar, aka balkim chaqirardi. Aka bilan ishlash baribir bizga sharaf edi. Keyin shunaqa bo'lib taxminan 1 oydan keyin Belseka o'zi aloqaga chiqdi. Keling, MITga qo'shiling, yordamchi mentor bo'lib qo'shilasiz dedi. Hozir ham o'zi aslida yordamchi mentorman. Bizda ham shu. Men birinchi yordamchi mentor faqat darslarni tekshiradigan bo'lib kirgandim. Bir guruh shunaqa MIT 5da. Undan keyin MIT 8da endi o'zim dars berishga o'tganman. Shu aytganingizda 2024dan. Shu o'shandan beri dars o'tib kelyapmiz. Siz aytganday Belsekadan ozgina hayiqadi, salovati bosadi bolalarni. Bizdan ko'proq erkinroq gaplashadi. Bu narsa kerak lekin. Albatta bu juda ham kerakli narsa menimcha. Keyin ishga kirdingiz, yana ishga demay, jamoaga qo'shildingiz, to'g'riroq qilib aytsam. Jamoaga qo'shildingiz. MITni masalan, men o'zim ham o'qiganman. Oz-moz bilaman strukturasini, ta'lim jarayonini, lekin o'sha administratsiya jarayonlari qanday bo'ladi? Masalan, aka bilan munosabatlar yoki ish yuzasidan albatta qanaqa boshqariladi? Chunki bu yoqda talaba ko'p, guruh ko'paydi. Joyi kelsa, masalan, bitta guruhda 8 kishi bo'lsa, 8 kishi bilan отдельно ishlayotgan joylar kelib qoladi-da. Shunda qanaqa mas'uliyat qanaqa bo'linadi yoki qanday zimmangizga olasiz yoki nazorat bo'lib turadi qanaqadir aka tomonidan?
boshida shunaqa oz-moz nazorat bo'lardi. Bu yoqda meni tushuncham bo'yicha man ishlab ko'rib turgan narsa BSga biz BSga to'liq ishonamiz. Ha. Ya'ni BSga meni to'g'ri orqamdan tekshirish mumkin. Bu tekshirish to'g'ri narsa. Lekin tekshirganda ham shu vaqtgacha Xudoga shukr hech qanaqa kamchilik, bunaqa katta kamchilik topmaganda. Man o'zim bilmayman. Endi ish jarayoni qanaqa bo'ladi? O'sha biz ish jarayonida demak bolalar bilan qanaqa shug'ullanamiz? Birinchi o'rinda bolalar o'zi bilan o'zi shug'ullanadi. Sizni vaqtingizda qanaqa bo'lgan bu daraja bilmadim. Lekin aynan hozirgi paytda 20 mana hozir MIT deyarli 40 ga yaqinlagan bo'lsak, hozir bolalar o'zi savolni o'zi hal qiladi. Hech qaysi topa olmasa keyin menga chiqadi. Agar men topa olmay qolsam keyin BSga o'tadi. Hali shu vaqtgacha mendan o'tmadi. O'tmasa ham kerak, xudo xolasa. Alloh ilm berib tursa. Endi administrativ masala to'liq BSga o'zida. Lekin ko'p mana bunaqa hozir yaqinda mana workshopimiz ham bo'ldi. Xabaringiz bo'lsa. Ha, ko'rdim. Ha, u yerda ham kelajak vision haqida bo'lsa suhbatlashdik. Yo'qda BSga faqat o'zi emas, bizdan ko'p masala o'rtaga tashiladi. Nima aynan administratsiya bo'yicha ham, ya'ni kompaniyani shu jamoamiz visioni bo'yicha ham bizdan fikr olib turib, qabul qilib o'rtaga tashlab hal qilamiz. Ajoyib. Ajoyib. Albatta MITdagi ishlaringizni omad tilayman. Chunki bu yoqda masalan 4 kishi yig'ilib shunchaki bironta loyiha ustida yoki qanaqadir freelansing yoki outsourcing ustida ishlashayotgani yo'q deb bilaman. Chunki uncha odam foyda topyapti shu nimadan. Biz o'zimiz ham albatta boshida ya'ni yaxshi natijalar bilan ishlab kelganmiz. Hozirgacha topyapti. Albatta bunaqa va bir yo'l yo'riq bo'lishi kerak-da. Aytmoqchi bo'lganim, hozir internetda ham bor masalan, bilim taraflama yoki o'sha source taraflama hamma narsani topsa bo'ladi deyarli, lekin yo'l yo'riq kim ko'rsatadi? Yoki masalan mana bu narsani qayergacha kirib o'rganay. Shunday. Agar hozir bitta Node.js'ni o'zini o'rganib qaraydigan bo'lsak, o'zini bir 4-5 oy o'rgansa bo'ladi, bemalol. Shunday. Bo'lib, agar o'rganaman desangiz ketaveradi. Lekin qayergacha o'rganay ishga kirishim uchun yoki ishda kerakli qismi qaysi joygacha degan narsalar uchun mentor ancha vaqt tejaydi deb o'ylayman. Shunday. O'zi menimcha bu masala har bir sohada bo'lsa kerak. Mentor, ustoz sizni hayotingizda vaqtingizni tejab beradi-da. Ya'ni men o'sha boya o'zimni kirib kelishim haqida gapirganda aytdim. JavaScriptga o'tdim. Yaxshi algoritm o'rgandim. Oz-moz bo'lsa ham. Lekin qayerda ishlataman degan savol bor-da. Nima qilaman bu bilan degan savol bor. Chunki HTML CSSda ko'zga hamma narsa ko'rinib turadi. JavaScriptda hamma narsa konsolda deyarli ko'rinmaydi. Bu bilan qanaqa programma yasayman degan savol bor-da. Qayerga yuraman degan savol. O'sha vaqtda mentor to'g'ri mentor. Hamma mentorlar yaxshi ustoz bo'ladigan bo'lsa, yaxshi mentor bo'ladigan bo'lsa, sizni yillar vaqtingizni tejab beradi. Tushunarli. Hozirgi ishlab turgan ishingiz, ya'ni boshqa kompaniyaga o'tgansiz, boshqa kompaniyaga adashmasam Eco Flight kompaniyasiga o'tgansiz. Chief Technology Officer lavozimida. Ishingiz ham gibrid ekan, ya'ni borib ham ishlaysiz uydan ham. Bu ishni topishingiz qanaqa bo'ldi? Birinchisi, ikkinchisi hozir qilib turgan faoliyatingizga qanaqadir qiynalib qolmaysizmi? Masalan, ikkita joyda ham baribir faoliyat, mas'uliyat degan narsa bor. Bu ishni topishimdan boshlasak, o'sha birinchi 1 yil ishlagan startapim chiqib ketishimni masalasi nimada bo'lgan? Startap nima ololmay qolgan, investitsiya ololmay qolgan. Shu bilan keyin to'xtagan. Bu biznes modeli endi zamonga to'g'ri kelmagani uchun chiqib ketdi. Aynan o'sha biz startapda ishlab yurgan vaqtimizda startap hubda ishlardik.
o'sha hafta endi bilasiz-ku hamma bitta joyda Ha, katta ha. ofisda, sherit ofisda ishlaydi. O'sha vaqtda bu hozirgi ishlab yurgan anaqam bilan, e, boshlig'im bilan tanishganmiz. Ha, ha. O'sha yerda men ko'rib oldimki, bu savol javob qilaveradi. Chunki uni ham loyihasi bor edi, u outsource qildiradi. Ha, ha, ha. Keyin u loyihasini xuddi kelib turib mendan tekshirtirib oladi. Bu man bunaqa qilyapman, bunaqa qilyapman, to'g'rimi, noto'g'rimi, qayerini aytishim kerak? Ozgincha maslahat berganmiz u yoqda unga. Shunaqa bo'lib tanishib qolib, keyin bizni kompaniya nima qilgandan keyin, to'xtagandan keyin menga bog'landi. Ishlaysanmi men bilan? Chaqirsanmi? Ha, agar to'g'ri kelsa ishlaymiz, biznesing to'g'ri kelsa bo'lmasam chaqiraman dedi. Keyin bir oy o'tib chaqirib suhbat qilib ishga qabul qilindik. O'sha bu ham startap, zo'r kompaniya emas. Yo, o'zi aksar startaplarda Aksar startaplar. Startap keyin ishga olinishim shu STO bo'lib kirasan dedi. Keyin jamoa quramiz. Hozir o'sha jamoa qurish, loyihani yurg'izish bilan olamiz. Endi ikkita ish qilish masalasi. Bu ishni tanlashimni o'zi maqsadi ham MIT bo'lgan. Ha, ha, ha. Chunki men bu ish bilan kelishayotganimda bu menga eng yoqqan tomoni xohlaganingda kelib ishlaysan degan joy bo'lganda. Chunki men birinchi ish joyimda ishlab yurgandim, 23-yilda mentorlik qilganman. Menga ishim ham qiziq, lekin xuddi ish kabi bu yoqda mentorlik ham qiziqda. Chunki men o'zim anaqa kim bilandir gaplashsam nimadir bergim kelaveradi. Shunaqa tabiatim bilan. O'shanga MIT menda ikkinchi masala bo'lmaganda. Birinchi masala yonma-yon birinchi masala bo'lgan ishim bilan. O'shanga bu ikkinchi ish menga juda ma'qul bo'ldi, onlayn. Xohlaganimda ishlayman. Kechqurun masalan kompaniyaga ishlab, kunduzi misol uchun bolalar bilan ishlashim mumkin yoki chapasi. O'shanaqa bo'lib kirganmiz. Ishni olib ketish qanaqa? Ishni olib ketish shu gibrid bo'lgani uchun qulay. Yaxshi tomoni ham shu. Darsimni vaqtida, bolalarni vaqtida ishlayman. Qolgan vaqtimda ishimni qilaman. Qolgan vaqtim ko'proq bo'ladi. Demak, sizda qanaqa desam, ish o'zgartirganda anaqa saramin, jappariya degan narsalardan birdan foydalanmasdan asosan birinchi networking orqali ish qilgan ekansiz. Qaysi ma'noda? Ha, yo'q. Baribir asosiy hozirgi ish topishingiz to'g'ridan to'g'ri eng ishonchli yo'l deb bilaman. Masalan, kimdir sizga o'zi taklif qilishi bu ancha-muncha sizga ustunlik beradi deb o'ylayman. Chunki hozir bilasiz, job marketda ham, o'sha vaqtda ham hattoki uncha-muncha ishga kirish, yo ish topish, intervyudan o'tib ularni ishontirish oson narsa deb o'ylamayman. Shu jihatdan aytdim. Albatta ishingiz ham o'z xohlagan ish kelgan ekan sizga. Qanaqa ishxonangizda faoliyat qilasiz? Masalan, nima bilan shug'ullanasiz? Ya'ni responsibility, mas'uliyat nimalarga javobgarsiz? Bizni kompaniyada boshliq hech nimani bilmaydi. Ya'ni hech nimani bilmaydi deganda IT bo'yicha, texnik tomondan, ITda deyarli xabari yo'q. 100% xabari yo'q desam bo'ladi. U menga ideyasini aytadi, men ideyasini kodga ko'chirib, application chiqarib beraman. Ishimiz nima? Ishimiz aviatsiya bilan bog'liq. Biz nima qilmoqchimiz? Hozir global isish muammo yo'q. O'sha global isishga biz yechim, kichkina bo'lsa ham yechim qilyapmiz. Qanaqa? Har safar uchganingizda masalan bizda endi o'zbeklarda kam bo'lishi mumkin bunaqa holat, ya'ni 23 kilo misol uchun joyiz bor, O'zbekistonga uchasiz. 23 kilo joyiz bor, misol uchun 15 kilo yuk oldingiz. Ana 8 kiloga nima bo'ladi? Просто pustoy ketadi, to'g'rimi? Biz o'sha 8 kilo bilan ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni siz bizga datangizni bersangiz 3 dan oldin 8 kilo joyiz bor. Aytaylik 300 ta odamdan 100 tasi berdi. 8 kilodan aytaylik 800 1 tonna yuk bo'sh joy bor. O'shani biz aviakompaniyaga berib, narigi anaqadan yuk tashuvchi samolyotdan yuk oladi. O'shani hisobiga. O'sha kichkina joyga harakat. Biznes modelimiz shunaqa. Unumli foydalanish uchun.
bu nimaga olib keladi? Nimaga global isish bilan bu bog'liq? Eng ko'p zararni, ya'ni o'sha ozon qatlamiga eng ko'p zararni samolyotlar beradi. Eng kam zararli modda chiqadigan miqdor samolyotlarda, lekin eng ko'p zarar beradigan samolyot. Chunki yaqin tepaga ozonga. O'shanga bizni biznesimiz bunga bog'liq. Biznes ichida hozir yana bitta ichkarida yana loyiha boshladik. Bu qanaqadan bu biznesdan umuman boshqa biznes. Ikkinchi biznes ya'ni. Bu yoqda AI bilan xuddi agentlar quryapmiz. Ya'ni telefonda gaplashadigan agentlar. Endi unga chuqur kira olmayman. Hali chunki chiqmagan loyiha. Shu hozir faoliyatimiz shu. Endi qanaqa mas'uliyat qanaqa? Shu boya aytgandek boshliq hech nimani bilmaydi, boshliq mendan hamma narsa maqsud so'raydi. Bu mana qilishimiz kerak, qachongacha bo'ladi? Shunga bu masalan 2 oyda bo'ladimi? 2 oydan keyin qani? Bo'ldimi? Natija. Hamma narsa hozircha o'zim bo'laman. Ishi zo'r ekan aka, lekin va intervyudan tashqari menga ancha yoqdi. Yo'q, lekin ko'p narsani o'ziga tashlab qo'ygan bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomonda. Ertaga hamma bir battinni nimasini o'zgartirish bo'lsa ham sizga chiqib ko'radi. Mayda chuyda ishlarni ham endi hozir yaxshi bo'lib qoldi. Mayda ishlarni mana boshqasiga topshiryapman. AI bor. Jamoangizda hozir necha kishi bor yo qanaqa ishlanadi? Biz ham o'sha startap bo'lganimiz uchun nimaga asoslanib ishlaymiz, investitsiyaga. Bir marta investitsiya ko'tardik, mana bu aviatsiya loyiha bo'yicha. Bir marta ko'tardik, o'sha vaqtda jamoani 5 kishigacha kengaytirdik. Uni pul tugadi. Hozir yana bir o'zimdan, endi hozir yana investitsiya ko'taramiz. Ko'tarsa yana olasiz. Yana olamiz. O'zi startaplarni shu ekanda, yo'li shu ekan. Bizda ham shunaqa bo'lgan. Birinchi kompaniyamda ko'tarishgan, trade tugadi, investitsiya tugadi, asta boshqa ish topavering. To'g'ri tushunish kerak. Shunday. Ishxonani endi hozir ish topishni o'zi bu haqida gaplashamiz. Ancha qiyinlashib ketgan, bilsangiz kerak, ichida yuribsiz. Yana savol. Qarang, hozir biz kirgan paytda ham ChatGPTdan boshqasini bilmasdik deyarli. U ham faqat chatbot edi, ya'ni biz savol so'rab ishlatardik. Hozir mana shu oxirgi 2 yil, 1 yil, 2 yilda AI ning rivoji bizni sohamizda qanday ustunlik beryapti yoki qanday narsalardan bizni mahrum qilyapti? Mahrum qilishdan boshlaylik. O'sha aytganingizdek, oldin chatbot edi. Ya'ni xuddi birontasiga xabar yozganday, xabar yozib, undan javob olib turib, keyin uni kod bazaga solib tekshirardi. Menimcha o'sha vaqtda o'rganish yaxshiroq bo'lgan AI bilan. Hozir to'g'ri, undan ham zo'r yo'llari bor o'rganish, lekin u tomonda, ya'ni o'sha vaqtda 2023-yilda, 22-23-yillarda yangi ChatGPT chiqqan vaqtda yaxshi tomoni sizni kodingizni AI to'liq yurg'izib bermaganda, sizga mana qilish kerak deb tushuntirib, keyin kodni ko'rsatgan, uni olib tekshirib ko'rgansiz. Keyin errorni o'zingiz hal qilgansiz. Bo'lmasa yana uni errorni berib. Lekin hozir nimadan mahrum qilyapti? Bilmagan narsasini boshlab turib, nimadir qilaman degan odamni ilmdan mahrum qilyapti. Agar o'rganish aniq qilmasa, xohlamasa-da. Endi o'rganishni ko'pchilik xohlamaydi bu jarayonda. Nimagaki AI sizga shunaqa zo'r anaqa beradi, drive beradi. Chunki siz og'zingizdan chiqqan narsani 5 minutdan keyin tayyor qilib beradi. Siz nima qilasiz uni, ya'ni o'sha yangi kirib kelayotgan odam nima qiladi? Ana errorga qaramaydi. Shunchaki o'zini errorni o'ziga qaytarib qo'yadi, qara yechib ber deydi. Bu o'sha tomondan qarasak, bizni ya'ni yangi kirib kelayotgan, sohaga kirib kelayotgan odamlarni ilm darajasini tushirib yuborish ehtimoli juda ham ko'p. Ya'ni o'sishdan to'xtatib qo'yadi. To'g'ri, u nimadir qilishi mumkin, ko'ziga chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin asl ichki mohiyatga qarasa, odam o'zidan so'rasa, nimani bilaman deb.
narsani bilmaydi. Endi yaxshi tomoni nima? Yaxshi tomonlar juda ham ko'p. Man o'zimdan kelib chiqib aytsam, meni ishimni masalan 2 kishi 3 kishi qiladigan ishni hozir man bir o'zim qilaman. Bemalol o'tirib xohlagan paytimda yo bo'lmasa uxlashdan oldin komanda berib uxlashim ham mumkin, turganimni tayyor qilib qo'yaman. Hozir shu darajaga chiqdi. Deyarli 100% emas-ku, 80% ishimni ishonib topshira olaman. Shu darajaga kelib bo'ldik-da, tan olish kerak. Bu darajaga kim kela olmayapti? AI bilan yaxshi gaplasha olmaganlar kela olmayapti. Ular AI yaxshi ishlamayapti deb. Shu tomonlama yaxshi. Bu endi yaxshi tomoni kimga yaxshiroq bo'lyapti? Dasturchiga yaxshi bo'lmayapti. Dasturchini ishini ko'paytiryapti. Biznesga yaxshi bo'lyapti. Biznes tomonidan biznesga tezroq mahsulot chiqadi. Tezroq uni bozorda tahlil qilib ko'radi. Yuradimi yo'qmi? Tezroq o'ladi yoki tezroq yuradi. O'sha tomon biznesmenlarga menimcha zo'r bo'lyapti. Dasturchilarga, injenerlarga yaxshi yordam bo'lyapti. Demak, hozir uncha-muncha ishingizni berib qo'ygansiz AIga. AIga ham o'zidan o'sha undan foydalanishda ham, ya'ni siz yaxshi savol bersangiz, yaxshi savol berish uchun o'zingiz ham nima bo'lish kerak-da. Shunday. Masalan, menga $1 million startup veb-sayt qurib ber deyish bilan, Xato qilmasdan, xato qilmasdan deyish bilan boshqacha, masalan, hozir masalan men o'zim cloud ishlataman. Cloud AI, cloud code. Unda masalan kodeks ham bor shu narsa. Step qadamlarda sizni qaroringizni so'raveradi-ku. Masalan, buni ishlataymi, buni ishlataymi. Haligi beradigan narsalarni tanlash uchun ham bilim kerak-da. Shunday. Ayrim narsalar beradi. Men ham daje hozirgacha ishlatib ko'rmagan narsani beradi. Mana shu yo'lda deydi. Mana bu toolni qo'llaymi yo bunisini qo'llaymi? Keyin men kirib boshqasini qidiraman. O'zi nima ekan? Menga qaysinisi kerak? Yoki hozir unaqasini qo'shib o'zim qaror qilaveraymi deydi. Shu jihatdan o'ylayman, hali boshida chiqqanda aytganingizdek biz o'zimizdan qiziqib o'rganaverardik. Masalan, bunaqa narsa beryapti. Chunki kontekstni ko'p qo'lga olardik-da, ko'p copy paste qilib, bu kontekst qo'limizda turardi. Kodimizga hozir butun boshli proyektni berib qo'yib, masalan, ichiga ayrim folderlarda yo papkalarda nimalarda nima deydi, kodlarda ichiga kirmaslik holati ham bo'ladi-da. Keyin masalan bizning ishxonada ham juda AI support qilinadi. Hashta qo'lda kod yozilmaydi. Har bitta odamga o'sha Cloud Max tarifini olib bergan. Har oy o'zlari to'lashadi yoki asos nima deydi? O'zimizda AI nimamiz ham bor. Masalan, GPU bor, AI run qilib ishlataverasiz. Unaqa narsadan muammo yo'q-ku, lekin boyagi production chiqarish uchun samaralisini ko'rish kerak. AI bergan narsa har doim ham samarali emas-da. U o'zi yozadi, o'zi o'ylagan narsani beradi. Siz uni to'g'ri yo'lga kirdiraverasiz. Ya bunaqa qilma, bundan foydalanmadi. Shu taraflama sal o'ylaymanki bizga xavf bu bilimimizni doimiy oshirib bormaganimiz uchun. Masalan, bitta narsada oldingi dasturchilar o'qishgan, faqat ular yaxshi foydalana oladi degan gap ham noto'g'ri. To'g'ri. Oldingi dasturchilar o'zi o'rganmasangiz o'sishdan to'xtaysiz, o'zizga zarar qilasiz degan narsa oldindan bo'lgan. Faqat buni intervali sal uzoqroq bo'lganda, masalan, bitta stekni o'rganib, men aytaylik 5 yil o'rganman. Hech nimani o'rganmasdim. Hozir o'shani anaqasi periodi kamayib ketdi. Tushunaman. O'rganmasangiz, oddiy masalan, prompt berishni bilmasangiz bo'ldi. Pishdingiz. Chunki siz prompt bera olmayapsizmi? Siz yaxshi natija ham ola olmayapsiz. Lekin o'sha aytganingizdek oldin zo'r bo'lib yurganlar to'g'ri, hozir AI asrida ular zo'r kod yozishi mumkin, lekin men masalan ulardan ko'p kod yoza olaman. Men ularchalik masalan oldingi o'sha 20 yillik AI ishlatmayman degan dinozavr po'stirnochida odamlarni ikkalamizni misol uchun qo'ysa, men
tezroq produktga e'tibor olaman. Hmm. To'g'ri, u odamlar, o'shanaqa odamlar sekin yaxshi produktga chiqishi mumkin, lekin man uncha vaqtda produktni chiqarib tekshirib ham bo'lamanda. Hmm. Shu tomondan qaraganda siz aytganingizdek, hamma anaqa zo'r programmist ham zo'r AI ishlata oladi degani emas. Chunki AI yana boshqa tomoni bor. Modellarni man oxirgi vaqtda juda ko'p gapiryapman aynan shu haqida. Modellarni ham o'zini shaxsiyati borda. Masalan, siz Claude ishlatyapsiz, menga Claude yoqmaydi. Shaxsan menga Claude'ni shaxsiyati yoqmaydi, o'zi emas, model emas. Xuddi o'zini anaqa odamman deb o'ylaydi, injenerman deb o'ylaydi. Shunaqa. Ha, u kerak bo'lsa o'zi qaror qabul qilaveradi, so'ramasdan. Men kodeksni ko'proq yaxshi chiqishaman, chunki kodeks hamma ish qilib keladi, aytsangiz, anaqa xavfli tomonlariga zarar bo'lib qoladigan tomonlarni sizdan so'raydi, yo bo'lmasa tegmaydi, yo bo'lmasa oxirida aytadi. Men mana bu ishlarni qilmadim. O'sha tomonlama menga u yoqadi va buni nimaga aytyapman? Aynan shuni bilish hozir muhim. Hozir aynan hozirgi mana bu 26-yilda shu narsani bilish muhim. Buni qanaqa qilib bilinadi? Buni ko'proq gaplashib, ko'proq oldi berib qilib bilinadi-da. O'shani qilmagan odam endi qolaveradi-da. Lekin aytganingiz qo'shilaman. Cloud Code'da o'zi sizga joyi kelsa qanaqadir strict narsalar ham qiladi-da. Masalan, bir narsa prompt bersangiz, keyingi steplarda sizga qanaqadir qarama-qarshi anavi ham chiqaraveradi. Yo'q, imенно shu yo'l bilan qilgan deb keyin aytadi. Olib ketadigan joylari ham bor, uni ham baribir. O'zi mana shu oxirgi yillarda Cloud Code, Cloud AI ancha mashhur bo'lib ketdi-yu, lekin degan joyi bor. Buni mashhurligi qaysidir ma'noda ko'p ishni eplay olishi, agentlar qo'shilishi yoki biz kod yozishimizdan ancha-muncha foyda berishi bo'lsa, yana bir tarafdan biz boshqa nimalarga, modellarga uncha qaramay qo'yganimiz ham bo'ldi. Chunki o'zi ChatGPT o'zi o'ldi, sindi degan joyda kodeksni chiqarib yubordi. Kodeks ham ancha-muncha o'sha software community tomonidan ancha-muncha qo'llab-quvvatlab yaxshi natija yoki baho oldi deb o'ylayman. Shu jihatdan aytganingizdek hammasini bir sinab ko'rish kerak. Ha, hammasini ko'rish kerak. Sinab ko'rish kerak. Shu sizni qarashingizdan ozgina boshqacharoq qarashim bor. Cloudda aynan muvaffaqiyatiga. Cloudda bitta narsa e'tibor bersangiz bor, balkim e'tibor bergansiz, bermagansiz. Cloud faqat terminalda ishlaydi. Endi yaqinda nimasini chiqardi, application chiqardi, lekin ko'pchilik terminalda ishlatadi. E'tibor bersangiz, Cloudda terminalda Cloud ishlatsangiz, Cloud sizga vazifa bermanga degandek qarab turgandek hissiyot beradi. E'tibor bering, ana narsa nima ikonkasi bor-ku, shell har doim yonib o'sib turadi. Qarasangiz, keyin ishlayotgan vaqtida shell yonib o'sib turadi-da, pastda progress ham ketadi. Tez chiqarib turadi. Xuddi siz aytgan shu tez qilib tashlayotgan odamlarda shunaqa hissiyot beradi ular. Ular nimadan yutdi? Endi bu meni shaxsiy fikrim. Aynan o'sha narsani filosofiyaga kirib borgani uchun ko'proq odam qiladi. Lekin o'zi aslida meni bilishimcha, meni testlarim bo'yicha ikkalasi deyarli bir xil. Unaqa katta farqi yo'q bir-biridan. Ya'ni anaqa GPT modellari bilan Cloud modellari. O'sha aynan Cloud nimani odamga o'xshaydigan taktikani bergani uchun Cloudga odamga ko'p yaqinlashtirib berdi. Feeling qo'shgan. Filosofiya qo'shdi. Keyin hali ko'rsangiz biz ko'p nimada faqat shu temada masalan hype bo'lib turadi-ku, masalan qaysi model yaxshi, unisi. Lekin adashmasam siz ham yozganingiz shekilli yo kimdadir o'qidim-da, masalan sen degan Cloud Code'da manimcha pullik qilayotgan ishingni $25 to'lab kursorda ham qilsang bo'ladi. Agar mana bunaqa sizda o'qidimmi? Chunki biz nima deydi, zo'r, kuchli, endi agar buni Cloud Code'da yo kodeksni kuchli software injener deb hisoblasak,
biz faqat seniorlarni eng zo'rini tanlayapmiz, lekin loyihamiz unaqa kuchli emas. Chunki hamma loyiha kuchli bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Oddiyroq algoritmlar, masalan, oddiyroq unda logiklar kerak bo'ladi. Shuni tanlashni o'zi ham albatta bizga pul ko'rsatmaydi, boshqa xarajatimiz bor. Shu taraflardan sarfida ham farq qiladi demoqchiman. O'sha o'qib keyin man nima deydi, kursor AI'da test qilib ko'ryapman, haqiqatdan zo'r yozadi kursor AI. U vaqtda aynan o'sha man taxminan 2 oy oldin yozgan postimda shu Telegram kanalimda shunaqa deganman, chunki aynan o'sha vaqt Composer 2.5 chiqqandi. Man o'zi 2ni test qilib yurardim. Keyin 2.5 ga bu test qilib ko'rdim, o'sha boshqacha feeling. Yo'qda ancha yaqinlashtiryapti. Siz aytganda loyihaga ham qaraydi o'zi aslida. Loyihangiz birinchi o'rinda qanchalik kattaligiga qaraydi, qanchalik kompleks loyiha. Siz aytganda super injenerni olib kelib turib, bitta unga front end page qurdirish, misol uchun bu anaqa juda ham katta kuchi bor odamga kichkina loyiha berib qo'yishdi. O'sha tomonlama qarab yozganman. Lekin hozir menimcha baribir ozgina yana o'sha vaqtdan industriya o'zgardi. Hani AI, LLMlar industriya. Baribir nima desa bo'ladi? Frontier modellar, ya'ni Opus, GPTlar baribir yutib ketdi, chunki ular ham narxi pasaytiryapti imkon boricha. Yo bo'lmasam yaxshiroq limitlar beryapti. Чтобы hamma qanaqa odam ularga murojaat qilsin o'sha tomonlar. Bu vaqtda endi ular qimmat edi. O'shaning uchun yozgan post. Ham vaqt o'tgan sari ancha u accuracy-sini, ya'ni samaradorligini oshirib boryapti-da. Bunga sabab masalan sizdan kod tekshirgandan keyin bahola deydi, yaxshi ishlayaptimi masalan. O'shalar ham baribir adashmasam LLM modellarini trening qilishda yoki bo'lmasa ancha samarasini oshirishda foydalanadi deb o'ylayman. Shuning uchun bizga ko'p narsa ochib qo'yiladi. Aslida kimdadir o'qidim, ChatGPTdan bir foydalanganingizda yaxshigina pul rasxod bo'lib ketadi degan narsani nima qilganman-da. Bular ham chunki biznes hammasi, AI ham bizni foydalanishimiz ham biznes uchun foydalanamiz. Hamma narsa biznes ustida yoki ichida turibdi hozir. Shu taraflarni olib qarasak, hamma o'zini produktini yaxshilashga harakat qiladi. Undan foydalanib, biz ham o'zimizni produktimizni yaxshilashga harakat qilamiz. Keyin yana bitta narsaga mulohazangizni bilmoqchiman. Yaqinda bir statistika ko'rib qoldim. LinkedIndan adashmasam, qaysidir kompaniya, middle size, unaqa katta kompaniya emas, AI ga sarflayotgan pullarini, ya'ni xarajatlarini evaziga ishchilarni bo'shatdi ishdan. Ya'ni uni bu yerda masala ishchini samaradorligi bilan AI'nikini solishtirish emas, asosan xarajatlar. AI ga shu darajada ko'p xarajat ketyaptiki, ishchilarni hozir lay off qilgan, masalan, o'rinda AI ishlatyapti. Keyin yana bir holat ko'rdim. Yana bir kompaniya shunaqa holatda bo'lgan. Keyin nima qilgan, u teskarisini qilgan. Ya'ni AI ga sarflayotgan pulini limit qo'yib, kamaytirib, yana o'sha ishchilarni olgan. Bu holatga qanday qaraysiz? Endi bu odatda bu endi biznes model bilan bog'liq, lekin baribir AI bilan, ya'ni biznes sohamiz bo'lgani uchun mulohaza bildirsa, menimcha yaxshi tasvirlasa bo'ladi. Men bunga shunchaki hype'ga ilinish deb qarayman, chunki bunaqa narsada o'zingiz ham buni ko'rib turibsiz. Agar biz ya'ni industriya jihatidan aynan shu IT olamidagi bizneslar qarasak, agar biz juniorlarni yetishtirib chiqarmasak, bizni ertamiz yo'q. Agar bizda juniorlar bo'lmasa, biz ertamiz yo'q. Chunki nimaga? Ertaga hamma qaraydi, hamma bu dunyodan o'tadi. Keyin kim qoladi o'rnimizga? O'sha jihatdan qaralsa, bizga layofflar endi har doim bo'lgan, oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Nimalardir sabab bo'ladi. Bundan masalan 5 yil oldin iqtisodiy krizis bo'lgani uchun layoff bo'lgan. Endi hozir AI ga to'g'ri kelib qoldi.
endi bu yoqda juniorlarni man nimaga gapirdim, agar junior kirib seniordan tajribasini o'zlashtirib uni o'rniga kelmaydigan bo'lsa biznes yurmay qoladi. Endi meni taxminim bo'yicha siz aytganday mana bu katta o'sha layoff qilgan boshqa kompaniyalar ham yana 2-3 yildan keyin shu juniorlarni olish boshlaydi. Endi faqat o'tdagi juniorlarni kirib kelib turib qiladigan ishi lekin boshqacha bo'ladi. Hozirginaqa seniordan kod yozishni o'rganishi mumkin, lekin boshqa uslubda o'rganadi. Endi 2-3 yil yoki 5 yildan keyin bo'ladigan o'sha ITni ichidagi o'rganish va bo'lmasam shift bo'lishi, o'tishi sal boshqacharoq bo'ladi menimcha. Lekin baribir menimcha layoffdan qo'rqish kerak emas. Shunaqa. Qo'rqqan odam atroficha menimcha fikrlamayapti deb o'ylayman. Shunaqa. Chunki layofflar har doim. ITda emas, boshqa sohalarda ham bor layofflar. Mabrur deyman, kimdadir ko'rganimda aytganda, adashmasam Germaniyada bitta aka bor. Shu AI bo'yicha, IT bo'yicha, software bo'yicha imenda shunaqa degan, layofflar bo'lyapti, eskiroq nima edi? Layofflar bo'lyapti AI tufayli degan gapni o'zi ishonchliroq. Chunki kompaniyalar AI bahonasida ko'p ishchilarni layoff qilib yuboryapti. Chunki moliyaviy holati ham barqaror emas. Hozir biznesga faqat AI faqat mahsuldorlik emas-da, uni moliyaviy holati bo'ladi yoki uni haqiqatdan hozir shuncha ishchini olib borib ishlata oladimi? Chunki bilsangiz, bitta ishchini ishlatish faqat unga oylik berish bilan o'lchanmaydi. Uni ta'minotini qilish, joy zaxirasini to'g'irlash, uni bo'shatgandan keyin unga nafaqa berish, shunaqa kabilar bo'yicha aytib bergan. To'g'ri. Shu jihatdan mana shu fikringizga nima qo'shilib ketdim. Shu jihatdan aytib o'tsak bo'ladi. Hozir masalan yaqinda men o'zim ham ish almashtirdim. Ish e'lonlari turibdi aka. Odam olyapti, topshirsangiz olyapti. AI bilan savol javob. Endi ichiga kirib ko'ramaydi. Qaysi turlarda yo agentlarda ishlatasan? Masalan bittasiga borganimda men aytdim Codex ishlataman dedim. Eski ishxonada Codex ishlataman. Qanaqa ishlatasan? Shunaqa nima deydi, plan qilaman, shunaqa qilaman. Agentga nima deydi, shunaqa Cubase qilib beraman deganimda keyin deb o'zi intervyuni nimasi o'zgaryapti-da. Chunki bu narsa nimani bildiradi? Siz kirganingizdan keyin quruq kod yozib o'tirmasligingizni yoki kirgandan keyin kod yozmasligini bildiradi. Hozir endi aksar joyda shunaqa holat deb o'yladim Koreya ichki bozorida. Shunaqa xulosa qildim. Keyin yana bitta savol, sizni o'zingizga masalan kelajakda hozir masalan AIni o'zini injineringga o'tish fikringiz bormi? Yo'qmi? Qanaqadir hozir asosan ishlab chiqarayotgan loyihangiz ham AI bilan bog'liqsiz, yangi quradigan loyihangiz. O'zi 90% produktlarda shunaqa. O'zingizda qanaqa masalan AI injinering sohasiga qiziqish yoki baribir bilaman, masalan Telegram kanalingizni ham qo'yib ketamiz. Asosan u yerda o'sha AI ga aloqador yangiliklar yoki samarali foydalanish, koding turlari bo'lishi mumkin yoki modellar bo'yicha. Lekin o'zingizda qanaqa bir xohish? AI injinering bo'yicha. Injinering qanaqa? Baribir hozir ham endi sizni undan aero software developer deb bo'lmaydi. Baribir yangi qurayotgan sohangizda AI ishlatyapsizmi? O'sha injineringni bir qismini ishlatyapsiz. U oddiy bo'lsin, AIda API ni foydalanib siz qanaqadir prompt berib o'sha loyihangizda qo'llagan bo'lsangiz ham bu injinering ichida baribir kichkina bir qism degani. Qanaqa bir nimangiz bor, nima deydi, qarashingiz bor? Meni qarashim to'liq AI injineringga to'g'risi meni unchalik darajada qiziqishim yo'q, chunki o'sha siz aytgandek APIlar to'lib yotibdi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda men bilishimcha hech kim hozir bo'ldan model train qilmayapti-da. Ya'ni train emas, model ko'tarmayapti. Modellarimiz bor, tayyor, qaysidir sohaga mo'ljallangan. O'sha sohadagi modelni olib turib, o'zimizni biznesimizga train qilib o'shani ishlatish kerak. Bu boradan qaraganda endi agar biz shu anaqani qilsak,
biz AI injenermizmi? Qisman ha. Qisman qisman. emas, aksar ham desa ham Ha. bo'ladi. Chunki men yaqinda shu narsa bo'yicha izlanib ko'rdim. Chunki o'zim hozir AI teamda ishlaganim uchun AI injener bilan AI researcherni Ha. nimasini ko'rdim. AI researcher bo'lsa, masalan, u algoritmlar, statistika, masalan, oliy matematika Ha. shular asosida LLM yangi modellarni yaratish bo'yicha, uni test qilish bo'yicha, trening qilish bo'yicha vazifalar yuklatilar ekan va albatta buni katta kompaniyalarda qanaqadir research bo'limlari bor, tadqiqot deb qarasak bo'lar Ha. ekan bunga. Ha. Lekin hozir bizni eng katta qilayotgan ishimiz, siz masalan loyihangizda qo'llayapsiz, model, tayyor model qo'llayapsiz, shuni samarali, yaxshi natija keltiradigan va kamroq xarajat qiladigan yo'nalish bilan qilsak, mana shu narsada o'zi injiniring ko'rinar ekan. Injineringda ham o'zi asosan problem solution-ku. Masalan, solution beramiz. Software bo'lsa ham o'zimiz ko'p narsani noldan yozmasdan, masalan, toollarda yoki kutubxonalarda foydalanamiz. Shu jihatdan sizdan so'radim. Masalan, hozir men ishlayotgan loyiha ham deyarli shunaqa. Bir narsani qilish kerak, internetda tayyor turibdi, model turibdi, yoki machine learning qanaqadir solution bor ekan. Tayyor ulab mani vazifam o'sha haqiqatdan to'g'ri qilyaptimi? Keyin qancha vaqtda qilyapti? Keyin o'zi kerakmi o'sha chiqargan natija? Keyin uni haligi o'zimizni yo'nalishga, softverga to'g'rilab, shunaqa narsa. Shu jihatdan fikringizni so'radim. Baribir ham hamma modellar oxiri qayerda ishlaydi? Programma ichida Xuddi ishlaydi. shunaqa. Ya'ni u programmadan keyin kim quradi? Ya'ni programma bilan model qanaqa gaplashadi? Baribir injener ishida. Researcher to'g'ri. Siz aytganingizdek, u alohida mavzu. U research yo'qda PhD yoqlash kerak, nimadir. Buni endi o'ziga yarasha mashaqqatli yo'li bor. Lekin dunyodagi deyarli hamma biznesga hozir menimcha model bor. Yetarlicha. Ustiga qurish kerak. Lekin bitta tomoniga bitta narsani urg'ulab ketmoqchiman. Qachongacha? Ya'ni qachongacha modellarni ishlaymiz? Ya'ni qachongacha biz o'zimizni biznesimizga model train qilamiz? O'sha tomonlama hozir men o'zim ham qanaqadir o'ylanib, xayollar quribman. Bu faqat xom xayol hozircha. Ya'ni biz industriya sifatida nimadir qilishimiz kerakki, biz modelga emas, ya'ni modelni o'ziga bog'lanib qolishimiz kerak emasda. Chunki biz train qilayotgan modellar yo bo'lmasam biz u modellarni ishlatadigan biznesimizda u modellar bizga xizmatga tushadi. Bizga u pulga tushadi. Ya'ni pulga tushgandan ham ko'p pulga tushadi. Faqat uni biz hozir injener sifatida bilmayapmiz, lekin orqada qancha unga masalan yoqilg'i, ya'ni suv sarf bo'ladi. Bu tomonlari borda. Ya'ni meni aytmoqchi bo'lgan narsam o'sha tub mohiyatni qanaqadir o'zgartirish kerak deb yoqda. Lekin mana bilmayman uni hozir. O'shanga qarab yurishimiz kerak industriya sifatida. Yaqinda bir do'stimiz aynan shu holat bo'yicha bir post yozgandi LinkedInda. Ya'ni biz har bitta foydalanayotgan AI chatbotimizni yoki agentimizni agar u o'sha o'zimizda lokalda bo'lsa, ya'ni katta serverga ulangan bo'lsa, ChatGPT, Cloud ularda suv sarfi bo'yicha bir juda katta qo'rqinchli hisob kitoblarni ko'rsatib berganda, masalan, Amerikaning o'zida o'sha suv sarfi bu shu holatda ekanki, agar shu tempda ketsa, qanchadir vaqtdan keyin global iqlimni o'zgarishiga sababchi bo'lishi mumkin. Lekin uni keltiradigan foydasi haqiqatdan o'shanga arziydimi degan savol. O'zi aslidagi o'zi juda arzirli narsa bo'lmaydi. Chunki biz global isishni oqibatini bartaraf qilishimiz ancha-muncha qiyindir, mashaqqatliroq. Mani o'ylashim ham shu, chunki ancha-muncha tabiatga, insoniyat o'ziga zarar keltirib qo'yib, bu yoqda biz production chiqaryapmiz. Baribir pul uchun bo'lyapti hamma narsa, foyda uchun. Masalan, boya o'zingiz ham aytdingiz, ilgari bitta produkt chiqarib, uni bozorga olib kirib test qilib ko'rguncha, hozir 3 ta 4 ta produkt kirdirib ko'rasiz-da. 10 ta kirdirsangiz, bittasi o'xshasa, o'sha ham qoplaysiz. Lekin bu yerda 9 tasini kosti nima bo'lib ketdi masalan.
kimga qanaqa zarar bo'lib ketdi yo to'g'ri. nima ish qildi u, qancha vaqt ketdi, qancha injener ish ketdi masalanda. Keyin bir narsa ko'rdim, oxirgi vaqtda Play Marketga yuklanayotgan o'sha vibe coding orqali yuklanayotgan nimalar karrasiga oshib ketgan applicationlar, lekin usage ancha pasayib bormoqda, foydalanish. To'g'ri. Yaqinda shu masala bo'yicha biz bizni kompaniyamiz, ishlayotgan kompaniyam Google anaqada startupsda rezidentda yaqinda alumni day bo'ldi. O'tgan shu hafta. Mana bu qaysi kuni? Juma kuni adashmasam. Yaqin ko'rdim. Google Play'dan, Google Play'dan. Play Mark. Aynan o'shda ham shu statistika bo'ldi. U yerda o'sha siz aytgandek o'sish juda ham katta. Lekin shu bilan o'sish, ya'ni yuklanishlar soni katta. Anaqaga Play Marketga application chiqarish katta. Lekin anaqa ham bor. Biznes tomonidan o'sish ham bor. O'sh eng qiziq joyi menga nima bo'ldi o'shda? Koreya birinchi o'rinda turibdi. Yo'q. Play Marketga, aynan Android applicationlar ishlab chiqarish bo'yicha Koreya birinchi o'rinda chiqdi. Keyin Yaponiya. Hayron qolarli darajada bular demak ko'p anaqa qilar. Amerikadan ham oldinda. O'shda ham qiziq statistikalar bo'ldi. Hozir aynan hayolim kelmayapti. Shunga aloqador. Ya'ni to'g'ri bu haqiqatdan application chiqarish juda ham 2 yil oldinga solishtirganda 2 barobardan ko'proq statistika edi. O'zi EAgacha ham, masalan, men birinchi kirgan kompaniyamda ham o'sha investitsiya olingan, keyin produkt chiqarilgan, zo'r ishlashganda keyin yopilib ketgan va sizga o'xshagan case. Keyin men o'ylayman-da, masalan, hozir startup hub bo'lib qoldi-ku. Masalan, O'zbekistonda ham vebsayt bilan startup shuncha narsa chiqyapti. Xo'p, mayli, bozorda talab avvalo, to'g'ri, mag'lubiyat bo'lishi yoki lekin ularga ham qanchadir bir xarajat bo'lgan, rasxod bo'lgan, kimlardir mehnat qilganda shunchaki chopilib ketadi-da. Siz masalan qachondir yozgan kodlaringiz hech kimga kerak bo'lmaydi. Shu holatda ham odam bir qaraydi. Masalan, ishda bo'lsangiz, kimnidir uyida ishlasangiz yoki nimadir chiqarsangiz, kimdir ishlatayotganini ko'rsangiz, maza qilasiz. Masalan, tasavvur qiling, darvoza yashaysizda, o'sha uydan o'tib ketyapsiz, kimdir foydalanib turibdi-da. Endi u narsa bor narsa. Masalan, bitta u kichik emas, Google'da o'zida ham, Microsoftda ham masalan loyihalar bo'lgan, ancha injenerlar ishlaganda, lekin muvaffaqiyatsizlikka uchrab ichkarida chopib yuborishgan holatlar ham bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Shu narsaga qanaqadir menda boshqacha hissiyat bo'ladi-da. Endi balki noto'g'ri o'ylarman. Men chiqargan hamma narsa o'xshash kerak deb o'ylarman. Agar unaqa to'g'ri, men chiqargan hamma narsa, men yozgan hamma kod ishlashi kerak degan pozitsiyadan turib qarasangiz, to'g'ri, u ashibda deydi-ku. Shunaqa. Lekin endi hozir bitta tomondan siz endi shunaqa deyapsiz. Bitta tomondan qarangda, kodimiz juda ham arzon bo'lib ketdi-da. Shunday. Kodimiz, yoziladigan kodimizni qatorini bunaqasi bo'lmay qoldi. Mohiyati juda ham kamayib ketdi-da. Ya'ni qiymat. Hozir nima bo'lib ketdi? Token maksimum bo'ldi. Ya'ni qancha ko'p token ishlatsangiz, shu anaqa bo'lib qoldi. Industriyada o'zgarishda buni menimcha to'g'ri qabul qilish kerak. Shunday. Albatta o'zimizni nimalarimiz, qarashlarimiz bor-ku, shaxsiy, lekin baribir market, bozordagi tendensiyaga baribir amal qilamiz. Shu jihatdan. Keyin endi o'zi 1 soatdan o'tmoqdagi yakuniy savollardan beraman. Hozirgi kunda oldin masalan software engineer yoki programmist bo'lish uchun loyihani tartibli, clean kod bilan masalan xavfsizliklarni hisobga olish kabi narsalar muhim bo'lgan bo'lsa, shu narsaga ega bo'lgan dasturchilar masalan qadrli bo'lgan bo'lsa, hozir qanday dasturchilar yo injenerlar bozorda qadrli deb o'ylaysiz? Menimcha o'sha dasturchilar hali ham qadrli. Qachon qadrli bo'ladi? O'sha bilgan bilimini agentga to'g'ri gapira olsa. Bu nimaga? Chunki
xavfsizlik bitta soha tanlasak, masalan, xavfsizligi kim qila oladi? Masalan, men xavfsiz, ya'ni security engineer emasman. Men katta ehtimol security engineerchalik loyihani kritik nuqtalarini ko'ra olmayman. Men produkt injenerman. Produkt chiqara olaman, lekin uni xavfsizligiga menga kimdir yordam qilishi kerak. Endi o'sha xavfsizlik injener qanchalik zo'r bo'lsa, u bitta loyihani ko'rib, shu tomonlarini aytib bera oladimi? U endi kod yozish shart emas, shunchaki aytish kerak uni. Kimga? Agent qilib beradi. Menimcha bilim hali ham qadrli, faqat bilimni nima deydi? Ishlata olish qadrliroq. To'g'ri, men fikridaman. Masalan, hozir software sohasidasiz va loyiha bo'yicha, ya'ni kompaniyadami yoki boshqa joydami, loyiha bo'yicha qanday mas'uliyatni boshqacharoq beraman savolni. Qarang, sizga ko'proq texnik mas'uliyatni olganingiz ma'qulmi? Loyiha bo'yicha yoki qanaqadir biznes mas'uliyatlar bor. Ya'ni PM, projekt to'liq boshqaruvi jihatdan olganingiz ma'qulmi? Qaysi birida sizni xarakteringiz to'g'ri keladi yoki bo'lmasa o'sha narsani qilsangiz yaxshiroq? Qiziq savol. Hech bunaqa savol tushmagan ekan. Hozir lekin o'z ishingizda lekin ikkalasidan ham bor-da. Masalan, texnik tarafdan ham kontrol qilasiz. Mana shu rosa qiziq savol berdingiz, to'g'risi. Men o'zimni ko'proq texnik tomonda ko'raman, lekin biznesni ham yaxshi ko'raman. Ya'ni ishxonada ham bu holat bo'ladi. Boshqa bilan ko'p tortishamiz-da. Ya'ni qaysi tomonlama, ayniqsa dizayndan, UX tomondan, endi ichkarini anaqa backendni tushunmaydim nima, u tomondan to'liq g'alabamanda. O'sha user interface tomondan juda ham ko'p tortishamiz. Ya'ni u old school boshqa. Eski UI'larni yaxshi ko'radi va yo'q, zamonaviylashtirish kerak deyman, lekin product management, ya'ni product management deylik, menejer sifatidan qaraganda unchalik hali o'zimni sinab ko'rmadim. Ya'ni kattaroq jamoamni, kattaroq deganda 10 kishidan ortiq jamoamni o'zimni sinab ko'rmagan. U masalada nima deya olmayman, lekin aynan hozirgi vaqtda ko'proq texnik va o'sha texnik tomonni nimaga, biznesga, ya'ni biznes emas ekan, userga yaqinlashtirish tomonidan qaraganda o'sha tomondan ko'proq. Ya'ni userga meni texnik tomonim qulaylik yaratish kerak har doim. Haqiqiy productionda samaraga bo'lishi kerak, qulay bo'lishi kerak. O'sha tomondan qaraganda shu tomonda ekan. Ajoyib. Baribir odam o'zini sinab ko'raveradi. Shunday. Hamma narsada. Keyin aka qarang, masalan, sizda ham bunaqa holatlar bo'lib turadi. Baribir har kuni deyarli shu sohadasiz. Boshingizda mingta narsa aylanib yuradi. Qanaqadir burnout bo'lasizmi? Bo'lganda nima qilasiz? Bu savolni menga MIT 2 da o'qigan Alex 3 yil oldin bergan. Juda ham qiziq savol bo'lgan. O'sha vaqtda kulgandim. Qanday burnout bo'ladi odam? U mendan so'raganda, qanaqa bo'lmaysiz burnout? Bu vaqtda u ham ishlaydi, men ham ishlayman. U endi katta jamoada ishlaydi, biznikidan. Biz jamoamiz 4 kishimi shunaqa edi o'sha. O'sha vaqtda ishga yangi kirganman, qiziqish juda ham katta bo'lgan. Burnout nimaligini bilmaganman. Kechasi kunduzi ishlayverganman. Yondiraman degansiz. Maqsad shu, loyihani yurgizish, productionga chiqarish. Keyin burnout bo'lish, undan keyin ozgina qaysi ma'noda sezdim. Hozir, ya'ni asabiy bo'lish boshladi. Ish ko'payib ketganda asabiylashaman, ya'ni tez asabiylashadigan bo'lib qoldim. Keyin o'shanda Alex savoli yodimga tushdi. Balkim shu narsani burnout deydi. Lekin men hozirgacha bilmayman aniqlikda qanaqa hissiyot bo'ladi. Ya'ni bu hissiyot menda bo'lsa ham,
man uni balkim burnout deb nomlamayotgandir. Lekin keling charchoq deylik. Charchoq bo'ladi. Ishdan charchoq. Chunki oilaviy tashvishlar, muammolar, ishdagi tashvish muammo. Bunaqa har doim bo'ladi. Faqat o'shani man nima qilaman? Yaxshi tomonga burishga harakat qilaman. Ya'ni eng kamida o'zimga o'zim aytaman. Shu narsani xohlaganding-ku. Shu narsani agar qilmaganingda yoki qilolmaganingda hozir haliyam o'sha zavoddadir yoki daladadir ya'ni chang bosib ishlab yurgan bo'larding. O'sha vaqtda shuni xohlaganding-ku deb o'zimga qanaqadir taskin berib olaman. Yaxshi. Judayam pozitivroq qararkansiz. Albatta bu hammada har xil xarakterga bog'liq, jamoaga bog'liq. Keling burnout haqida yaxshi nima qildingiz? Endi qarang, zerikish haqida. Pappidasiz, ishlab turibsiz, bandsiz yetarlicha. MITda bolalar kutib turibdi, ishingizda ish bo'lib turibdi. Keyin hammasi yaxshi ketyapti, lekin zerikish bo'ladimi? Jarayondan zerikish. Jarayondan bo'lsa, ishdan masalan qarang, sizga osonroq misol aytaman. Proyekt boshida qanaqa energiya kayfiyatdan kirasizki, qurishda maza qilasizki, keyin o'zi murakkablashishni boshlaydi, ko'p narsa bir-biri bilan connect qilishni boshlaydi-da, shu vaqtda qanday yengib chiqasiz? Masalan, meni o'zimda bo'lgan bitta proyektni 2 martalab ham boshlab ko'rganman-da. Shunaqa endi zerikish bo'lib qolishi mumkin. Zerikish jihatdan bu meni tabiatimda bor narsa, ya'ni kam zerikaman. Buni men o'ylayman bobomdan yuqqan. Rahmatli bobom zerikmaydigan odam bo'lganda, bir o'zi o'tirsa ham zerikmasdi. Endi eslayman, bobomdan katta bo'lganda. Men ko'pchilik aytardi-da, uyda dadam, onam aytardi, bobong zerikmaydi. Balkim o'sha jihatdan menga yuqqan. Keyin agar mabodo o'sha zerikadigan bo'lsam nima qilaman? Zerikadigan bo'lsam, qilayotgan ishimni shunchaki to'xtataman, boshqa ish qilaman. Yoki bir joyga aylangan chiqaman. Ko'p-ko'pda zerikib qolsam, ko'chaga yurgani chiqaman. Nimadir qilaman. Imkon qadar o'sha zerikish degan narsani yiroqlashtirish. Lekin shunaqa gapim bor, zerikish ham yaxshi. Zerikib ham turish kerak. Aslida. Aslida. Endi bilmadim qanchalik to'g'ri, hali o'zimda sinab ko'rmadim. Aka, chiroyli suhbat uchun rahmat. Ancha-muncha narsa o'rgandim. Bunaqa bo'lishini kutmadim. To'g'rirog'i ancha odatdagidan boshqacharoq bo'ldi. Yaxshi ma'noda. Kuzatuvchilarimizga agar Sherxon akamizni o'zlarini Telegramda kanallari bor. Sherxon Dev Talks degan. Men buni linkini qo'yib ketaman pastda. Undan tashqari Mashaqqat TV kanalida ham akamiz, ya'ni o'sha MIT jamoa bilan birga boshqa mashhur yoki tajribasi ancha yuqori bo'lgan dasturchilar yoki muvaffaqiyatga erishganlar bilan ham ancha mashaqqatchilar bilan suhbat qilishgan. Uni ham linkini qo'yib ketaman. Agar undan ham ancha-muncha narsa olsa bo'ladi. Men o'zim ham ancha kuzatib turaman u loyihani. Shu bilan yakunlaymiz. Aka, rahmat sizga. Rahmat sizga ham taklif uchun.